Ulasman xoldingimiz ham bitta. Sendviç paneldan moyam xoldinglik. 10 santimetrli. Mana bu 0.4lik tunikasi. Xulos bu tomon mana shu ko'rinishda. Eshigi spesial zakaz qilinganmi? Tayyor kelgan eshigi. Ichkari ko'rinishi. Profildan karkas qilingan. Polностью hamma tomon singlash paneldan bo'lgan. Balandlik 2 metr, eniga 1 metr, ichkari razmer. Bo'yiga ham 1 metr xullas. Ishi cho'tki bo'lgan. Tag qismi ham senishvaldan, tepa tom ham senishvaldan. Mana bu tomon eshiklar qotgan joyi bor. Yonbosh bu. Aslında joy cho'tki bo'lgan. Bu krishani anosdan zakaz qilingan, shtobi. Razmer bizga to'g'ri kelishi uchun krishanikini zakaz qilganmiz. Mana bu devordagi 1.20 bo'ladi. Endi standart krishaniki 1 metr bo'ladi. Bizga 1 metrlik kerak. Shuning uchun krishanikini zakaz qilgan. Shuning uchun mana bu seriya bo'lib qolgan, bu oq. Boshqa qanday ahamiyat kasb etmaydi, prosta bizga razmerga kelsa bo'ldi. Eshigi ham shular holat zo'r bo'lgan. Kimda bemalol saqlasa bo'ladi go'shtni xohlagancha.